Bismillahirrahmanirrahim. Ey payg'ambar, aytqinki, mening payg'ambarligimga qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqinki, Allah men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Bu Qur'on menga sizlarni va Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirishim uchun vahiy qilindi. Ey mushriklar, sizlar Allah bilan birlikda boshqa ilohlarmi bor deb cho'qim guvohlik bera olamsizlar? Ey payg'ambar, ularga aytqinki, men mundaq guvohlik bermayman. Aytqinki, u haqiqatan birli ilohdir. Men sizlar Allohga shirik keltirgan narsalardan albatta yiroqman. Biz kitob berganlar uni, ya'ni Muhammad alayhissalomni xuddi o'zining o'g'illarini to'nigandek to'nuydi. O'ziga ziyon solg'uvchilar uningga iymon etmaydi. Alloh nomidan yolg'onni to'qigan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardan zolim odam bormi? Shaksizki, zolimlar hargiz nijot topolmaydi. Qiyomat kuni ularning hammasini yig'imiz. Ondan mushriklarga Allohning sheriklari deb e'tiqod qilgan ma'budlaringlar qani deymiz. Ondan ularning o'zlari faqat Rabbimiz Allohning nomi bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik deyishdan iborat bo'ladi. Sen ularning o'ziga qarshi qandoq yolg'on aytganligiga qarag'in. Ularning Allohning sheriklari deb o'ydirib chiqqan narsalari ulardan qochidi. Ey payg'ambar, ularning ichida sening qiroatingga quloq soladiganlar bor. Uni tushunmasin deb ularning dillarini pardaladik. Quloqlarini ig'ir qildik. Ular hamma mo'jizalarni ko'rgan taqdirdami uningga ishonmaydi. Hatto u kafirlar sening yaningga munozirlashib kelgandimi, bu Qur'on burunqilarning afsonalaridan boshqa narsa emas deydi. Ular kishilarni uningdan, ya'ni Qur'ondan to'sidi. O'zlarini uningdan yiroq qochidi. Ular faqat o'zlarini halok qiladi. Halbuki ular buni tuymaydi. Ey payg'ambar, agar sen ularni do'zaxning ustida to'xtatilgan, ular kashki dunyoga qaytarilgan bo'lsak edik, Rabbimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'latdiq deb ketadigan chog'da ko'rgan bo'lsang, dahshatlik bir holatni ko'rgan bo'larding. Undaq emas. Ularning ilgari yushirgan qilmishlari o'ziga oshkora ko'rindi. Shunga ular shundaq deydi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami man'i qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shaksizki, ular albatta yolg'onchilardir. Ular hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir. Biz o'lgandan keyin tirildirilmaymiz degan edi. Ularni Robbining oldida to'xtatilgan chog'da bir ko'rsang, ajoyib qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Alloh ularga bu tirilish rost emasmikan deydi. Ular Rabbimizning nomi bilan qasamki, rost ekan deydi. Alloh undaqda kafir bo'lganliklarinlar uchun azobni tetinglar deydi. Allohning oldiga boradiganligini inkor qilganlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chaqda ular gunohlarini ustiga yuklab olgan holda u dunyodagi beparvoligimiz sababli ketkizib qo'yganligimizga isit deb qoladi. Ularning yuklab olgani nima degan yomon. Dunyo hayoti faqat o'yin tomoshadan iborat. Taqvodorlar uchun oxirat yurti albatta yaxshidir. Buni tushunmamsizlar. Ey payg'ambar, ularning so'zi seni qayg'uga soladiganligini biz obdan bilamiz. Aslida ular seni yolg'onchi demaydi. Lekin bu zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi. Sendan ilgari o'tgan payg'ambarlarmi yolg'onga chiqarilgan edi. Ular bu to'kmatlarga va o'ziga yetgan aziyatlarga sabr qildi. Oxir ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini, ya'ni qonunlarini hech kim o'zgartirmaydi. Shaksizki, payg'ambarlarning qissalarining bir qismi sana yetkazildi. Ularning islomdan yuz o'rganligi sana ig'ir kelgan bo'lsa, qo'lingdan kelsa yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga sho't tepib ularga biror mo'jiza keltira olsang, keltirgin. Agar Alloh xolisi edi, albatta ularni hidoyat ustida birlashtiradi.
Şoňa sen hergiz nadallardan bolmagan. Sening so'zingga samimiylik bilan quloq soladiganlar da'vatingni qabul qiladi. O'liklarga kelsak, ularni Alloh tirildirdi. Ondan ular Allohning dargohiga qaytariladi. Ular nimishqi uningga Robbidan biz talab qilgandek biror mo'jiza tushirilmadi deydi. Aytqinki, Alloh mo'jiza tushirishga albatta qodirdir. Lekin ularning to'lisi mo'jiza tushirilmaganligining hikmatini bilmaydi. Mayli yer yuzida mangadigan jonivor bo'lsin, yoki ikki qanoti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Biz lavhul mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymadik. Keyin ular Robbining dargohiga yig'iladi. Bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar bo'lsa, ba'ayni qorong'ulik ichida qolgan gaz va gachilardir. Alloh xohlagan odamni ozdirdi, xohlagan odamni to'g'ri yo'lga soladi. Ey payg'ambar, mushriklarga aytqinki, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglar-chu. Agar sizlarga Allohning azobi yoki qiyomat kelsa, Allohdan boshqasiga yolvuramsizlar. Unda qilmaysizlar. Sizlar faqat Allohga iltijo qilasizlar. Alloh xolisa, sizlar ko'tirib etishini tilab iltijo qilgan baloni ko'tirib etadi. U chaqda sizlar Allohga shirik qilib olgan butlarni unutaysizlar. Shaksizki, sendan ilgirki ummatlarga mo payg'ambarlarni avatgan edik. U ummatlar iymon etmaganligi uchun ularni bizga yelinsin deb namratlik va og'riq silah bilan jazoladik. Ularga bizning azobimiz tushgan chaqda nimishqi yelinmadi. Lekin ularning dillari qetib ketgan, shayton ularning qilmishlarini o'zlariga chiroyli ko'rsatgan edi. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda sinash uchun ularga farovonlikning hamma eshiklarini echivatdik. Ular o'zlariga berilgan ne'matlar bilan ko'ranglab turganda, ularni ushtum-tut jazoladik. Ular hasratda qoldi. Kufrlik qilib o'ziga zulm qilgan qavm butunlay halok qilindi. Jimi hamdu sana olamlarning Robbi Allohga xosdir. Ey payg'ambar, mushriklarga aytqinki, deb biqinglar-chu. Agar Alloh sizlarning quliqinglarni gaz, ko'zinglarni ko'r qilib qo'ysa, dilinglarni pechatlabassa, ularni Allohdan boshqa qaysi iloh asliga keltira oladi? Sen bizning oyatlarimizni qandoq bayon qilayotganligimizga, ondan ularning yuz o'rganligiga qarag'in. Aytqinki, aytib biqinglar-chu, agar sizlarga Allohning azobi ushtum-tut yoki oshkori kelsa, zolim qavm halok qilinmay, kimlar halok qilinsin? Biz payg'ambarlarni faqat xush xabar berguchi va ogohlantiruvchi qilibla avatimiz. Kimki iymon etsa va amalini tuzatsa, oxiratda ularga qo'rqinch yo'qdir. Ular hargiz qayg'urmaydi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarga kelsak, ular Allohga osiylik qilganligi uchun azobga duchor bo'ladi. Ey payg'ambar, u kofirlarga aytqinki, men sizlarga menda Allohning xazinalari bor. Men g'ayibni bilaman demayman. Yana sizlarga men bo'lsam bir farishta debmi aytmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Aytqinki, ko'r odam bilan ko'zi saq odam barobar bo'lamdi. O'ylab boqmamsizlar. Robbining dargohiga uningdan boshqa hech qanday do'sti va shafoatchisi yo'q holatda to'planishdan qo'rqadigan kishilarning gunohlardan saqlanishi uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirgan. Allohning roziligini izlab atiganda oqshomda Robbiga ibodat qildiganlarni sen yeningdan qo'g'ilib etmagin. Ularning hisobidan sana hech narsa yuklanmaydi. Sening hisobingdanmi ularga hech narsa yuklanmaydi. Agar sen ularni qo'g'ilib etsang, zulm qilguvchilardan bo'lib qolasan.